22-etaj. Mana isboti. Ya'ni 22-etajdamiz, lekin bu tomon 1-etaj. Mana shahar. Shahar bu tomondami yoki bu tomondami? Tushunmayapman. Mana bu ham tushunmayapman. Orqada binolar. Bu yerda 22 etaj pastga ketyapti. Lekin binoni bu tarafiga o'tib, liftga qarasak, 12-etajda bo'lamiz. Endi liftga kirib, 8-etajni bossak, 8-etaj orqali chiqsak, bu yerda xuddi yana 1-etajga tushib qolamiz. Mast qaraydigan bo'lsangiz, yana bitta boshqa shahar bu. Endi mana bu tomonga yuramiz. 13-etajdamiz. Parkovkadan chiqib yonidagi binoga kirsak, bu yerda aslida 13-qavatda bo'lamiz. Qarang, mashinalar o'tyapti. Biz 1-etajdamiz yana. Lekin kirib ketyapmiz, mana qarab turing. 1-etajni ko'rsatdim, mashinalar yuribdi, ko'rdingiz. Hozir mana buni qarang. Mana bu yoqda mashina yuradi, to'g'rimi? Endi mana pastga qarang. Pastda ham mashinalar yuribdi. Bu yerga kelsak, bir nechta dom orasida most ulangan holatni ko'rsangiz bo'ladi. Aytda ham xuddi shunaqa most, ikkita dom ulab turibdi. Agar siz ham Xitoyga sayohat uchun kelaman desangiz, eng arzon aviabilet va mehmonxonalarni Aviasales.uzda xarid qilsangiz bo'ladi. Yonidagi binoga kirsak, biz aslida LG, ya'ni 8-etajda paydo bo'lib qolamiz. Endi esa liftga kirib 1-etajga tushamiz. 1-qavatdan chiqsak esa biz yana ko'chada paydo bo'lib qolyapmiz. Qo'shimchasiga binoni orasida qanaqadir metro o'tib ketyapti. Mana orqamda ko'priklar. Endi mana bu binoni 22-qavatiga chiqamiz. Qayerdan chiqqanimizni o'zingiz ko'rasiz. Hayron qolasizlar. 422 eslab qoling. Shunchaki hayron qoldiraman sizni hozir. Video uzilgan yo'q, kesilgan yo'q, lekin biz 1-etajdamiz. Yana o'sha boshida video olingan joyga qaytib kelamiz. Ya'ni o'sha 22-etaj. Bu tomon 1-etaj. Siz ham tushunmagan bo'lsangiz, hozir tushuntirib beraman. Qarang, bu